Men o'ylardimki, ChatGPT bu eng yuqori cho'qqi, lekin Xitoy bundan ham o'tib ketdi. DeepSeek'dan tashqari yana 3 ta yirtqich modellarni yaratishdi. Ular ham xuddi ChatGPT kabi ishlaydi, lekin bepul va ko'proq imkoniyatlarga ega. Birinchisi Qwen 2.5. Bu ham xuddi ChatGPT kabi hamma narsa qiladi, faqat ko'proq imkoniyatlar bilan. Rasm yasaydi, internetdan qidira oladi, kod yozadi, hattoki videolar ham qilib bera oladi. Ikkinchisi Minimax, bugungi kunda eng katta open source sun'iy intellekt modeli hisoblanadi. Kontekst oynasi 4 million token atrofida, go'yoki butun kutubxona miyangizda joylashgandek. Aytgancha, shotgacha eshitayotgan bo'lsangiz, meni profilimga obuna bo'ling. Agar auditoriyani tez va oson yig'ishni xohlasangiz, men profilimda eng zo'r fishkalarni o'rgataman. Uchinchisi Kimikey 1.5. Bu yangi yirtqich matematika, logika va dasturlashga moslashtirilgan. Bu sohalarda u haqiqiy kosmos. Agar ChatGPTni to'la olmayotgan bo'lsangiz, albatta shularni sinab ko'ring. Biz jamoamiz bilan o'z keyslarimizda mana bunday millionlab jonli prosmotrlarga ega bo'lib kelyapmiz. Siz ham shunaqa natijalarga erishishni istasangiz, 14 kunlik interaktiv marafonimga qo'shiling. Men u yerda Reelslar orqali 4 oyda 40 ming jonli obunachini yig'ish imkoniyatini beradigan amerikalik blogerlardan o'rgangan sxema bilan bo'lishaman. Bor yo'g'i 14 kun va siz kuchli nazorat ostida prosmotrlar va jonli obunachilarga ega bo'lasiz. Marafonga qo'shilish uchun описаниeni o'qing.